meditsinaga befarq bo'lmagan insonlar kuzatishadi. Mana shu qilinayotgan islohotlar tadbirkorlik subyektlariga qay darajada plyus va minus tomonlarini bir sanab o'tsak va shu hayotda davom etaversa, mana shu klinikalar qaysi fokusni o'ziga qaratish kerak va nimalarni rejaga, reglamentga qo'yib qo'yish kerak va nimalarni oldini olishi kerak. Chunki mana shu podkastimizdan ozgina bo'lsa ham bir manfaatli tegishi uchun. Islohot qilmoqchi bo'lsang deydi, o'zingdan boshlagin deydi. Agar har bitta shifokor, har bitta tibbiyot muassasasining rahbari, har bitta uni nazorat qiluvchi yoki uni siyosatini belgilovchi islohotni o'zidan boshlasa, unda o'sha jamoaviy manfaat kelib chiqadi. Jamoaviy yutuqqa erishadi o'zi. Splachonность deydi-yu. O'sha splachonность kerak. Birlashish va birdamlik kerak. Agar shu narsaga erisha olsak, menimcha o'ylayman, marra bizniki.